Mana nimaga hamma uyini granit qilyapti. Do'stlar, mana bunday holatda mabodo yorilib, sinib ketadigan bo'lsa, eng qizig'i, akamizga o'xshab bitta olasizlar, o'rniga yana bitta qo'yib bersalar bo'ladi. Yana bitta zo'r tomoni, do'stlar, uyingizni oq bo'lgani hisobiga salqin qilib, chiroyli holatda bo'ladi. Aytganimizdek sinib qolsa, shunday holatda bitta qo'yasizlar, shu bilan ish bitadi. Eng qizig'i bunimiz astana fason bo'ladi, ya'ni 30 ga 30 bo'ladi. Akalarimiz 2 yilgacha, ya'ni ishlarigacha garantiya berishar ekan. Oralariga mana bunday holatda kristalli Xitoy granitlarni qo'yib berishar ekan. Bir donasining narxi 1000 so'm bo'lsa, 1 kvadrati общий, ya'ni 10 bitta ketar ekan. Undan tashqari darvozaxonamizga mana bunday holatda Xitoy kristal granit hamda mana bunday gullari bor. 1 pogona metri 120 ming so'm ekan, ya'ni usta haqqi hamma yo'q bilan o'z ichiga oladi. Undan tashqari mana bunday holatda Xitoy granit bor, ya'ni bitta darvozaxonaga tosh ilonga o'xshatib chiroyli qilib berishar. Razmeri 120 ga 120 bo'ladi. O'zini narxi 950 ming so'm bo'lsa, usta haqqisi ya'ni 300 ming so'm ekan. Bu eng arzoni bo'ladi. Astana fasonimizning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 50 nech pul edi aka? 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan kvadrat metr bo'ladi. Usti haqqi 40 ming so'm ekan, ya'ni 1 kvadrat bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ylab ustanovka hamma yo'g'i, ya'ni mahsulot hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa dastavka hamda yeb ichish yotoqlarni qilib bersan ham bo'ldi. Vodiydan tashqari kelishilgan holatda kimgadir shunaqa sifatli, ya'ni burchatga xizmat kerak bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdi.